Samo fabrikasi 1996-yili Andijon viloyatida tashkil etilgan bo'lib, to'liq integratsiyalashgan ishlab chiqarish jarayoniga ega noyob yuqori texnologiyali korxona hisoblanadi. Korxonada 3000 dan ortiq malakali mutaxassislar faoliyat yuritib, mintaqada yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shmoqda. Zamonaviy to'quv sexi Mayer Germaniya, Pilatelli Italiya va Pailung Tayvan kabi jahon yetakchi ishlab chiqaruvchilari tomonidan tayyorlangan 150 dan ziyod to'quv stanoklari bilan jihozlangan. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati har kuni 30 tonna yuqori sifatli xom trikotaj matosini tayyorlash imkonini beradi. Yiliga 21 ming tonna bo'yalgan mato va 2 milliondan ortiq tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Bo'yash sexida kuniga 60 tonna mato qayta ishlanadi. Bo'yash jarayoni Dilmillar, Corino va Bruckner uskunalarida amalga oshirilib, turli materiallarga moslashuvchanlik va yuqori sifat ta'minlanadi. Matoni quritish, yoyish va mustahkamlash jarayonlari Santex, Shvetsariya va Ferraro, Italiya kabi zamonaviy tizimlar orqali bajariladi. Zimmer, Avstriya tomonidan ishlab chiqilgan 3D print texnologiyalari noyob dizaynerlik yechimlarini yaratish imkonini beradi. Arioli va Pentek uskunalari esa chiziq va ranglarning uzoq muddatli bardavomligini ta'minlaydi. Kesish sexi kuniga 20 tonna matoni qayta ishlab, zavodning ishlab chiqarish quvvatini namoyon etadi. Matoning aniq kesilishi va chiqindilarni minimallashtirish Balmer, Germaniya va Orox, Italiya uskunalari yordamida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida sifat nazorati James Hill kompaniyasi uskunalari orqali amalga oshiriladi. Kuniga Srok, Portugaliya uskunalarida 10 mingta mahsulot print bilan tayyorlanadi. Chiziq va uzorlarni yaratish uchun Tajima, Yaponiya uskunalari foydalaniladi. Bu esa bepoyon sifat va detalizatsiyani ta'minlaydi. Korxona marketologlari brendni rivojlantirish ustida ish olib boradi. Dizaynerlar esa zamonaviy xalqaro tendensiyalarga mos keluvchi yangi kolleksiyalarni yaratib, korxona sifati va innovatsiyalar standartlarini qo'llab-quvvatlaydi. Fabrika mahsulotlari ichki bozorda ham, xalqaro bozorda ham katta talabga ega. Biz o'z mahsulotlarimizni MDH davlatlari Italiya, Polsha, Angliya, Portugaliya, Turkiya va boshqa mamlakatlarga muvaffaqiyatli eksport qilmoqdamiz. Samo tekstil, vaqt sinovidan o'tgan sifat.